Bismillahirrahmanirrahim. Bizning bugun so'zlaydiganimiz bugungi kunlarda butkul insoniyat dunyosida eng kam bo'layotgan, hatto o'xshitibroq desak, xuddi anqat xumidek g'oyib bo'lgan bir axloq haqida to'xtalamiz. Ya'ni u bo'lsa-mu hayodan iborat. Bunda deyishimizning sababi bugungi kunda biz hammamiz shunday bir dunyoda yashayapmiz. Hayo, ya'ni hayo qilish, xijil bo'lish, tatinish bir xil jasoratsizlik, dadilsizlik deb qaraladigan, xilillik, dapyuzlik, jasorat, jur'at deb qaraladigan, hayoliq kishilar ojiz hisoblanib qoladigan, hayosiz kishilar kuchli ko'p qoladigan bir davr yashayapmiz. Shuning bilan asta bu hayoliq bo'lishdanmi, asli hayoliq kishilar xuddi u bir ojizlikqa o'xshash. Shunda o'ylab qoladigan, qarab qoladigan. Biz ba'zi insonlarga baho bersak, uning hayosining qanchalikligini ancha o'ylashmaydigan bir holga kelyapmiz. Halbuki haya, bizning dinimizde, Peygamberimizin hadisde ko'rsatgani bo'yicha imanning şaxçilaridan biri. Yani Peygamber Aleyhisselam hadisida, İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda, iman 70 turlik şaxçısı var imanning. Onun içindeki birisi del hayadan ibaret degan. Yani hayanın bir yıldızi imanga tutuşudu. Hem de haya degan söz el-haya, Arapça gap. Bunun ma'nosi tartinish, xijil bo'lish, uyulush degan ma'noda. Yani Adem'nin cemaat fikirden yoki insonlarning ayıplishidan ma'lum darajada tatinib, onundan xijil bo'lib, yuzi qizirib, yomon gunoh ishlarni nafsi tartib tusimi tark etishi degan ma'noda. Alloh Qur'oni Karimda Musa alayhissalomning qissasida bunday bir voqeani bayon qildi. Musa alayhissalom Misrdan ilqi bir odamni sahvallikni o'ldirib qo'yib, Misrdan qochib chiqib ketishga to'g'ri kelgan vaqtda bir quduqning yoniga berib qoldi. Quduqning yonida suv ustiga kelgan nurg'un kishilar bor. Qarasa shularning orasiga o'chratga qistilib kirolmayotgan ikki qizni ko'rdi. Shuning bilan ularning yoniga berib, ularning suv ustishiga yordam qildi. Yani ularning qachisini olib suv ustib berdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shu ikki qizni sifatlagan vaqtda ularning, ya'ni o ikki ayolning biri Musaning yoniga uyatchanlik bilan minib kelib degan. Ya'ni tamshi ala istihyain. Ya'ni nahayatda tartinib turib, nahayatda uyulup durup minib kelib, qo'ylarimizni sug'urib berganligini haqqini berish uchun otam seni rostilla chaqirdi degan. Musa alayhissalom kelib, ya'ni o ikki qizning dadasi kim? Bir payg'ambar, ya'ni Shuayb alayhissalom. Ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb alayhissalom endi qo'rqmagin, sen zolim qavmdan qutulding deb shundoq dedi. Ya'ni bu yerda Allah Teala iki qizning axloqini sifatlagan vaqtda nurg'un sifatlashga tegishli so'zlarning ichidan tanlab faqat ularni nihoyatda hayo bilan minib kelib deb hayo degan sifatni ishlatgan. Ya'ni agar bu undan muhim bo'lmasa, bo'libmi qiz ayollarga nisbatan hayoning favqulodda muhim bir axloq ekanligini direkt aytgan bir voqea bu. Qur'oni Karimda yuqorida bayon qilgan oyat bilan birga 3 yerda hayo to'g'riliq kelgan. Shularni o'qib o'tsak, hayoning ma'nosi haqida Qur'ondan kelgan bir ta'birni tushuna olamiz. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarning uylariga kirmanglar. Faqat tamoqqa chaqirilgan vaqtinglarda kiringlar. Boshqa vaqtda, ya'ni ruxsat bilan kirgan vaqtda sizlar tamoqning pishishini kutib o'tirmanglar. Chaqirilganda kiringlar, yeb bo'lgandan keyin tarqab ketinglar. Tamoqdan keyin paransalashib o'tirmanglar. Ya'ni paransalashib o'tirish payg'ambarni ranjitadi. Endi mishada Peygamber bunu siladin, yani bunu uçuk silagi aytishqa, yani endi chiqib ketgan bo'lsanglar degan gapni deyishdan Peygamber hayo qiladi. Yani xijil bo'ladi, hayo qiladi deydi. Endi yana bir oyatda Alloh taolo haqiqatan pasha va uningdan kichik narsalarni misol keltirishdan hayo qilib qolmaydi. Yani Alloh taologa ishlatilgan. Yani Alloh taolo bundan misal keltirsem qanda olib qolasal, qamlashmay qolami deb o'ltirmaydi. Chunki o misallar haqni tushundirishi nihoyat muhim bo'lganligi uchun Alloh bu qarmoqqa nihoyat ushoq bilinadigan chivin, pashaga o'xshash narsalarni misal keltirishdan hayo qilib qolmaydi. Ya'ni tartinib o'ltirmaydi, xijillanmaydi degan ma'no. Demak, yuqorqi oyatlarning ma'nosidan hayoning biz xijil bo'lish bilan tartinish, uyulish bilan bevosita munosabatlik bir sifat ekanligini ko'ramiz. Hayani o'limalar odatda ikki qatlamga ayiradi. Birisi Allohdan hayo qilish, yana birisi insonlardan hayo qilish. Allohdan hayo qilish hech kim ko'rmagan vaqtda gunoh qilmaslik bilan ifodalanadi. Masalan, shunday bir gunohni nafsingiz tortgan bo'lsa-mu,
yoki Alloh ko'rib turdi degan tuyg'u bilan Allohdan xijil bo'lib yoki bizning nazoratchi farishtalarimizni xijil bo'lib tortinib bu gunohdan qo'l uzishga qartilsa, ikkinchisi insonlardan xijil bo'lish, boshqalardan tortinishga qartildi. Masalan, ma ishni qilsam, sen qamlashmaydi. Bu axloq doirasidan sal chiqib ketadigan ish. Odam sal xijil bo'lib qoldigan ish deb boshqalardan hayo qilish, boshqalardan tortinishni ko'rsatdi. Menimcha, rasmiy iste'molda ko'p ishlatgan vaqtimizda biz Allohdan hayo qilish qaraganda bu insonlardan hayo qilishni ko'proq ishlatamiz. Masalan, u hayosiz degan vaqtda biz bir odamni bu Allohdan xijil olmaydigan narsa ekan demoqchi emas. Ya'ni sen insonlardan xijil olmaydi ekansan. Sen aqlingning bir sat qiliq ekanligini bilmaydi ekansan. Yuzing qizamaydi ekan degan ma'noda demoqchi. Hayo ko'proq ishlatilgan vaqtda insonlarning orasidagi munosabatdagi hayo qartildi. Payg'ambarimizning hadislarida buning nihoyatda ro'shan ifodasini ko'ra olamiz. İmam Ahmedning Musnad degan hadisida hayoning hammasi yaxshilikdir degan. Hayoning hammasi yaxshilikdir. Anadan keyin İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda bunday deyilgan. Hayo faqat va faqat yaxshilikdan boshqa bir narsa olib kelmaydi deydi. To'g'ri, hayo yaxshilik olib keldi deymiz, ammo insonlar real turmushda yashagan vaqtida ba'zi vaqtda o'zining tortinchoqligi, xijilchanligi, masalan qizlarning bo'libmi? Tortinchoqligini hozir bugungi kunda bir xil dadilsizlik, jur'atsizlik deb sharhlanganligi uchun shuning bilan xuddi sen hayo qilsang, xijil bo'lsang, menda ziyon tortib qolasan, ma fursat qo'lingdan ketadi deb menda qaraydigan ahvol mavjud. Bugungi atalmış muvaffaqiyat nazariyalarida mushu xil ta'kidlashni aniq his qilgan bo'ldi. Ammo payg'ambarimiz bu hadisida balkim qaramoqsiz hayo qilganligingiz sababidan ba'zi fursatlarni qo'ldan ketkizganda qilganingiz bilan hayo insonga yaxshilikdan boshqa narsa kelmaydi. Aytilgan hamma narsa yaxshilik deb shunday degan. Yuqorida deganimga o'xshash payg'ambarimiz hadisida hayoni iymonga bog'lagan. Ya'ni iymonning bir shoxchisi hayodir degan. Yani bunda 4 xislat var ya da peygamberlerden kalan bir 4 xislat var ya da peygamberlerden sünneti bula. Birisi şu hayo qilish, tishini tozalash yani misvak ishiltish, puraqliq bir narsa ishiltish ve öylenish. Peygamberlerden kalan 4 sünnetning birisiga atayin hayo tilg'ilingan. Anadaki yeni bir muhim hadis var. Barliq dinlarning o'ziga xos bir axloqi var. Yani İslamning axloqi hayodir degan. Yani nurg'un axloq bo'lsa-mu gerçi bizning dinimizda Peygamberimiz atayin hayani butkul axloqning gül tacisi süptide İslamning en başka dinlardan farqlanadigan alayida xarakterdagi axloqi hayodir deb shunday degan. Endi hayo nimaga o'xshaydi? Hayo xuddi meni qarashimcha xuddi kiyimga o'xshaydi. İnsonni, yani insonning tirisini havo bilan bevosita uchrashishdan saqlab qolgandek kiyim. Hayomi inson bilan gunoh o'tirisiga qo'yilgan bir sepil. Bu hayo yani hayodan iborat bu sepil, bu perde nepizlab ketgan vaqtda asta-asta inson gunohga yaqinlaydi ve gunoh qilish dastlabda birozalik biyoram qilsa-mu, agar takrorlanish bilan yoki hayoning yo'qolib ketishi bilan asta-asta bu gunohlar unga bilinmaydigan, gunohni cho'ng hisoblamaydigan, ya'ni xijillanmaydigan bunda bo'lib qoldi. Mesela bugungi kunda shundoq. Biz o'ylab baqaylik, qanday bir dunyoda yashayapmiz? Butkul dunyoga hukmron madaniyat bo'lgan g'arb madaniyatining asosi ve bizga ko'rsatayotgan narsa nima? Hayosizlik ustiga qurilgan bir kultur. Hozir qizlar ota-onasidan sirtdan, boshqalardan, cho'nglardan hayo qilmasligi hech kimning ko'ngli kelmaydigan. Hatto qancha unda bo'lgan siri nihoyatda uchuq yo'q, nihoyatda azod, nihoyatda erkin. Bunda bir qiz sifatida tasvirlanadigan alg'i kelaylik. Hatto bizim bilib musulmonlarmi mushu xil yo'nalishning ta'siriga uchraylik. Biz Uyg'urlar ko'ngan an'anaviy axloqimizda o'sha hayo qizlarga qo'ygan eng muhim talabdir. Xuddi bizning dinimiz qo'ygan talabni Uyg'urlar mana shunday qo'yib kelgan. Sal ma'lum qilmda axloqsiz qilmishlarni yoki ma'lum bir badqiliq ishlardan yuzi qizarmaydigan, bunda go'shib qarab tura oladigan qizlardan nurg'un odam qochidi. Yani itiraf qilmayli ayni vaqtda bizning an'anaviy axloqimizda shunday. Chunki o kichik bir alomat bo'lgan bilan uning anda tug'anligi texmi cho'ng axloqsizliklarga berib qilish ehtimolligi bor deb hisoblaymiz. Shuning uchun a kichikkin alomat bo'lgan yuzi qizirish, tikilib qaramaslik, yerga qarab turish deganga o'xshash ma go'zal taraflar amaliyotda shu qizni texmi yomonliklardan, axloqsizliklardan saqlab qoladigan bir sepildan iborat. Bunda bir narsani
tushundirgim bor. Mening qarashimcha xuddi bir hadisdan ilhom olib so'zlayaptimi? Payg'ambarimizning bir hadisi bor. İnsanlarga shukr qilmagan, ya'ni insonlarga tashakkur etishni bilmaganlar Allohga tashakkur etmaydi deydi. Bunda bir o'ylasa odam Allohga tashakkur etishni bilmasa insonlarga shukr etmas deb o'ylab qoladi. Ammo bunda o'ylasak, inson har doim o'zining iymoni bilan, vijdoni bilan, ya'ni ichki bu axloq mexanizmi bilan yolg'iz vaqtida, boshqa nazoratchi bo'lmagan ahvol ostida qanday qila oladi? So'dilisha oladi. Mayli bugun tuttura maishni qilib olay deb o'ylab qoldi. Xuddi ba'zi itotlarga o'xshash, adash bugun ma gunohni qilmayli desa, yo'q adash dushanba kundan boshlab qilmayli deganga o'xshash. İnson o'zining vijdoni bilan yolg'iz qolgan vaqtda har doim so'dilisha oladi. Mayli bir qatim deyalaydi. Ba'zi vaqtda deyamaslik mumkin. Bu xuddi masalan birisi ambachi. O nurg'un boyliqlarni saqlaydigan bir odam. O asli taqvodor yaxshi bir musulmon. Biz unga ishinib ambani saqlashni topshirdik. O normal vaqtda hech qanday xiyonat qilmasligi mumkin. Ammo tuyuqsiz tasavvur qilamdi. Uning beshig'ini aytib ig'ir bir kun keldi. Yoki bir bolasi kasal bo'lib qoldi, yoki o'zi kasal bo'lib qoldi, ish qilib yoki to'laydigan bir qarzini bak suylab ketdi. Shunda vaqtda hozir ishlatib keyin qo'yib qo'yaymi yo? Yoki hozir baribir shirkatni aytib ko'p pul tepib mening mushunchalik ishlatganimning hech nimaga ta'sir bo'lmaydi deb kelgusida men bir yaxshi amal bilan buni to'liqlab ketaman degan tuyg'u bilan o xatolikni qilishi mumkin. Bo'lmasa Allohning borlig'ini biladi, o'zi musulmon, farishtalarning yezib turganligini biladi. Ammo agar o'sha odamning o'sha ambani nihoyat inchki nazorat qiladigan bir sistemi bo'lsa, har kuni yoki haftada bir qatim ambani to'liq tekshiradigan bir ish bo'lsa, o vaqtda ambachi xiyonat qila olamda qilmaydi. Chunki bilib qoladi degan narsa Alloh bilib qoladi degandan bakrak cheklash kuchiga ega. Endi mening hadisni deyishimning sababi, mening qarashimcha bu hadisga o'xshash insonlardan, odamlardan hayo qilmagan odamlar Allohdan hayo qilmaydi. Endi oxirida hayo bunda go'zal axloq bo'lsa, qanday qilib bu hayoni kuchaytiramiz va buni bilan qurollana olamiz? Bir, eng muhim bir sohasi hayoning shu o'xshamagan jinsliklar bilan bo'lgan munosabatda ifodalanadi. Shu o'xshamagan jinsliklar bilan bo'lgan munosabatda islomning axloqiy qoidalariga, shariat ko'rsatgan o'lchamlarga rioya qilib, diqqat qilib muomala qilish bizdagi hayoni saqlab qolgan eng muhim narsa. Mush ichki munosabatdagi hayo yo'qolib ketgandan keyin mening qarashimcha boshqa sohadagi hayo avtomatik holda yo'qolib ketadi. Eng muhim o'lcham, eng muhim tarozi menimcha hayoga nisbatan dal mush ikki jins o'ttirisidagi shariat belgilagan axloqiy mezonlar, o'lchamlar. Ikkinchisi, shu kasga masal qiliqlar bilan ba'zi qamlashmagan chaqchaqlarni ko'p qilishdan saqlanish lozim. Ba'zi vaqtda bir qatim hech qisi yo'q deb qolamiz. Bu dunyoning ishi shuki, chaqchaqlar uchqun desak, qancha maynatlashsa, shuncha kulgili bo'ladi. Shuncha odamni jalb qiladi. Shuncha kulgisi keldi odam. Shuning bilan shu xil chaqchaqlarga odam moyil bo'ldi. Moyil bo'lgan sir uni izlaydi, qaraydi, ko'radi. Asta hayo nepizlab biz qirilishib qolishga boshlaymiz. Shuning bilan boshda ilqidak chaqchaqlarga xijil bo'lgan birisi, shu so'rindan qo'pab ketgan biraylar, keyin asta shu so'rinni sig'inib qoldigan bo'lib qoldi. Shuning bilan o chaqchaqlar taraqqiy qilib borgan sir texnik yomon ishlarga o'zgarib ketish ehtimoli bor. Üçüncüsü, kiyim-kechaklarni islomiy o'lchamda kiyish. Mayli ayollar, mayli erlar. Kiyim bizning dinimizda nuqul bizni issiqdan saqlaydigan narsa emas. Yoki sovuqdan saqlaydigan narsa emas. Kiyim bizning axloqimizning yoki bizning qaysi axloqiy yo'lda manganligimizni tashqi dunyoga ko'rsatadigan nihoyat muhim bir simvollik alomat. Masalan deyli, ayni vaqtda vatanimizda shu yog'liq ortish dastlabda cheklangan, yuzini yo'gash cheklangan vaqtlarda aşı ko'chalarda, aşı yo'llarda, aşı jasorat bilan yog'liqni tashlamay, yuzini yo'gab mengaymagan aşı ayollarning kallasiga yog'liq, xuddi shu Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib mangan bilan o'xshash bir jasorat talab qildi. O da kichik ish emasdi. Ya'ni o nuqul bir raq, ba'zi kishilar degandek bir lata emasdi o. O bir bayroqqa o'xshash bizning dinimizning, bizning axloqimizni tutib turayotgan, boshqalarning farqimizni ko'rsatayotgan nihoyat muhim bir simvoldir. Biz buni nuqul kiyim deb tushunsak bo'lmaydi. Bu bir simbol, bizning dinimizning bir qalqini, bizning dinimizning saqlanishidagi bir qalqon. Endi buni hayo bilan bo'lgan munosabati kiyimlarimiz o'zgargan sari
bizning axloqqa bo'lgan talabimizmi yoki diqqat qilishimizmi asta-asta o'zgarib menishga boshlaydi. Erlarga nisbatan mana shundoq. Ziyoda ta ishdan kiyiverish bizga nisbatan. Ta kiyimlarni kiyiverishmi? Amaliyotda ayollarning ta kiyim kiyiverishi bilan ma'lum jihatdan gerçi ayollarning o'xshash deyish tasavvurimi, ammo masalan bizda burun klassik o'limalarga kiygan kiyimlarga qaraydigan bo'lsak, nihoyatda kengri, esil kiyimlar. Ammo keyin asta o'zgarishlarning kengayishi bilan bizning kiyimlarimiz bilan erlarning kiyimlarimi tashqi dunyoga nisbatan asli islomiy an'anaviy axloqiy xarakterini ifodalaydigan holdan o'zgarib ketishga boshladi. Bizlar hozir shu kiyimlarni kiydigan bo'ldik. Uni kiyishni yo'g'alagandikinlar hech qisi yo'q deydigan bo'ldik. Halbuki bizning fazil kishilarimiz tarixdagi biz kichik vaqtlarimizda ko'rgan mutlaq ko'pi, masalan bugungi kundami shu xil axloqni ifodalab turadigan kiyim-kechaklarni kiydi. Masalan, oddiy bir misol oldi. Ko'chada menayotgan bir lükchak deyli. Hatto u mas bo'lishi mumkin. Qorong'uda menayotdi, oldiga ikki qiz uchradi. O ikki qizning birisi nayt o'lchamsiz, ya'ni bizning dinimiz nuqtasidan o'lchamsiz, nayt uchuq kiyim kiygan bo'lsa, yana birisi o'lchamlik. Ayt musulmoncha kiyim kiygan bo'lsa, bu aroqkash kimga chaqchaq qildi? Albatta uchuq kiyim kiyganga chaqchaq qildi. Chunki uni o uchuq kiyimlari ma'lum darajada dunyoga, tashqi olamga nisbatan bir bog'a o'xshash roli bor. Bir chaqiriq kuchi bor uni. Yaqancha buni e'tirof qilmasin, hozir bugungi kunda o nima deb sakrasin, nima deb chalva qilsin, o ashuningdagi masala desin. Ama şu misalni tushuntirib baqsaqli bo'ldi. Nima deb o'xshashli ami qiz bola, mami qiz bola. Nima deb o'lchamli kiyinganiga qaramay, ma'nan qaraydi va uning chaqchaq qildi, uning keyini kirib oldi. Chunki aningda sepil bor. O sepildan o'tkilib bo'lmaydiganligini biladi. Masalan, biz maktabda o'qib baqqan odamlar. Biz to'liq o'tirib o'qigan vaqtlarimiz deyli, maktabdagi, sinfdagi nihoyat hayoliq qizlar bo'lsa, o'g'illar bilan paranglashmaydigan, yerga qarab mangadigan, o'zini chatga chib mangadigan qizlar bo'lsa, boshqa nachar axloqsiz bolalarmi ularga chaqchaq qilmaydi. Ular bilan kar bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki o'zimni o'z qilib qoldi. Mana esil qizlar unga gap qilsak bo'lmaydi deydi. Nima deb boshqalarga chaqchaq qildi? Chunki boshqalar chaqchaq qilinadigan uchurni berdi. So'zi bilan, nazlari bilan, talaffuzi bilan, kiyimlari bilan, hamma narsasi bilan. Endi to'rtinchisi, bir shaxsning hayoliq bo'lib olishi nuqul o'zining tirishchanligi bilan amalga oshmaydi. Mumkin qadar musulmonlar o'z ichida shunda hayoni kuchlantiradigan bir kichik bir ijtimoiy chambarak barpo qilishi lozim. Hayodan iborat va axloqiy qimmatni markaziy o'ringa qo'ygan, shunga amal qilgan, hammamiz o'sha ijtimoiy nazoratni qabul qilgan, "Hey, bunday qilsam to'g'ri bo'lmaydi" deb shuningdan tortinadigan bir odamlar bilan aralashishimiz va shular bilan birga bo'lishimiz lozim. Agar atrofimizdagi kishilarning ko'pinchisi hayo axloq tuyg'usi tuvan kishilar bo'lsa, asta-asta bizmi o'xshab qolamiz. Shunlashqa nuqul shaxsning tirishchanligi bilan amalga oshirish bek tas buni. Chunki jamiyat atrofimiz bizning hayo pardimizni xuddi ikakka o'xshash ikak deb nefizlab turadi. Biz o'zimiz yolg'iz holatda bunda zo'r kuchga taqobil turishimiz bek tas. Men hozir dinimga o'xshash bugungi dunyo, atrofimizdagi madaniyat, bugungi kultur butunlay hayosizlik yadrosiga qurilgan va shuni asos qilgan bir madaniyat. Har bir ishdan, har bir yerdan hayosizlikning ifodalari ko'rinib turdi. O'ylab baqara, telefonni ochsak bir rasm ko'ramiz, internetni ochsak bir narsa ko'ramiz, televizorda ko'ramiz, gazet ko'ramiz. Ya'ni ko'zimiz saqlanay debmi saqlanmaymiz. Mana mushu xil davomli hayosizlik mazmunlari bilan mush aloqada bo'lish, mayli xolab bo'lish yoki majburiy bo'lish asta-asta bizga ta'sir qildi, biz inson chunki. Shuningdek bu nuqtada favqulodda inchga muhim deb bilishimiz lozim buni. Chunki bayon deganimdek hayo qalqon. Bu qalqon ko'tarilib ketsa, axloqning boshqa sepillarimi bir-birlab yiqilishga boshlaydi. Shu Alloh oxirida hammamizdan o'sha hayoni ko'tarib etishdan Alloh saqlasin. Xijil bo'lishni biladigan, hayoni o'zimizning eng muhim bir axloqi qila oladigan mu'minlardan bo'lishga Alloh nasib qilsin.